Yaqinda direktga bitta murojaat keldi. Ismi va profilini ochiqlamayman. Savol: doktor, yoqtirgan qizim bilan aloqada bo'lgandik. Qizligiga tegmasdan 2-3 sm ichkariga aloqa bo'ldi. Urug'ni tashqariga to'kdim. Oradan 20 kun o'tdi. Ko'nglim aynayapti deyapti. Homilador bo'lgan bo'lishi mumkinmi? O'zi bunday 18+ mavzularda kontent olib chiqishni istamayman, lekin shifokor sifatida yoshlarni ogohlantirmoqchiman. Birinchidan, to'kiladigan urug'dan oldin chiqadigan suyuqlik tarkibida ham spermatozoid bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, qizlik parda bu to'siq emas. Hattoki ayol kishini kirish qismiga to'kilgan sperma ichidagi spermatozoidlar urug' hujayrani topib olishi mumkin. Uchinchidan, yoshlarni to'ygacha bo'lgan bunday munosabatiga mutlaqo qarshiman. Javob oddiy: ha, siz ota bo'lishingiz mumkin. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.